Voy polvon aka. Ha, usta. Chiqing endi tepaga. 3 kishi chiqmoqchilar, chiqmayman, ko'tarmaydi. Sizda qara yana 10 tasini olib chiqaman. 16 metrga bez ustini tashlaganman buni. Necha metrgacha ko'taradi bo'lmasam? 25 metrgacha bez ustini tashlab beraman. 4 kishini olib chiqaman degansiz. Qani 4-chilaring? 4-chimiz uyda kelsa garantiya qog'oz yozib beryapti. Garantiya Bizda hamma yo'q, garantiya bilan. Garantiya bilan. 25 metrgacha bez ustini yopasiz. Bez ustin, qor, yomg'ir, shamoliga nima bo'ladigan bo'lsa, Aha. bizdan. Cho'ntamdan boshqatdan qilib beraman. Bosib bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa. Do'stlar, ustaning gapini eshityapsizlar, garantiyali javob beraman deyapti. Ko'rib turgan joylarning o'sha 400 kvadrat tabiat. 400 kvadrat. 400 kvadrat joyga qilib berishgan ekan, do'stlar qaranglar, firmasiga bitta e'tibor beringlar. Usulini qilib, двойной qilib tashashgan ekan. 3 kishi o'tirib olgan, 300 kilo yuk bor, bemalol ko'tarib turibdi. Qor, yomg'ir, do'lda bir narsa bo'ladigan bo'lsa, javob berishadi. Nech puldan qilib berdingiz buni? 250 ming so'mdan kvadrat metr to'g'ri keldi buni. Noldan ko'tarishingiz bilan. Noldan. Poni 170 ming deyishyapti kvadratini. 170 minglari ham bor, unda mostokalarimiz yo'q, kraskasi yo'q joylari bor. Gapi o'zi nech puldan nech pulgacha? 150 ming so'mdan bu yog'i ishimiz sifatiga qarab ketaveradi. Qanchacha xizmat ko'rsatasiz? O'zbekiston bo'ylab, respublika bo'ylab ketaveradi. Respublika bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan do'stlar, kimga xuddi mana shunaqa ishonchli do'stlar, sklad, anga, teplitsa qurmoqchi bo'lsangiz, garantiyali do'stlar, ustoqlar yurgan bo'lsalar, akanamiz video pastda nomerini qoldirib ketamiz. Ishga bitta baho beraverasizlar. 16 metrda 3 kishi o'tirishdi, yana 10 kishini olib chiqing deyapti. Men garantiya beraman, javob beraman, bemalol ko'taraver deyapti. Video pastda nomeri bor, aloqaga chiqaverasizlar.